Tuhfa 7-qism. Muallif Bahorim. Sizni marjonangiz emasman endi. Hali ham anglab yetmadingizmi? Nima bo'lsa ham yig'lab yubormay deya pastki labimni qattiq tishladim. Shu kungacha bo'lgan voqealardan shunchalar to'lib ketgandimki, shu lahza vaqtni quchib, to'yib yig'lagim keldi. Ugina meni eshita olardi, doim tinglardi. Meni tushungani, qadrlagani uchun ham sevardim. Afsus, endi vaqt men uchun hech kim bo'lishga majbur. Sizga gaplarimni aytgandim-ku. Yolg'on gaplaringni. Vohid yonimga yurib kelib, ko'zlarimga qarar ekan, nigohlarimni olib qochdim. Yo'q, hammasi rost. Marjona, men hammasini bildim. Seni akang majburlab turmushga berganini ham bildim. Qanchalar qiynalganingni ham his qildim. Hozir ham qiynalyapsan, shundaymi? Marjonaginam, seni hislaringni sezib turibman. Menga yolg'on gapirganingda ham juda azoblanganingni bilaman. Hozir ham tan olmayapsan-u, lekin ko'zlaring sotib qo'yyapti seni. Vaqtning gaplari ayni haqiqat. Oxiri bo'lmadi. Yig'ilgan ko'z yoshlarim yuzimga dumaladi. Unga qaradim-u, quchoqlab oldim. Vaqt ham meni quchdi. Qiynalib ketdim. O'zimni ko'niktirib yashashdan charchadim. 1-2 daqiqa vaqtni quchib yig'ladim-u, ko'chada ekanim yodimga tushib, darrov undan uzoqlashdim. Meni ering bilan gaplashtir. U bilan gaplashib olsam, u bilan ajrashasan va ikkimiz birga baxtli bo'lamiz. Akang bilan ham o'zim gaplashaman. Yo'q. Vaqtni quchib, yig'lab ichimdagilarni aytib yuborganimga afsus qildim. Ammo bo'lar ish bo'ldi. Endi meni oilam bor. Allohim tuhfa qilgan 3 nafar farzandim bor. Men ularga ona bo'ldim. Endi menga o'rganganda ularni tashlab keta olmayman. Aqlingga quloq tut, Marjona. Bir zumga qalbingga bo'ysunganing yetar. Bu gunoh, xato edi. Yana endi sen vaqtga munosib ham emassan. Sen eringga o'zingni topshirib bo'lgansan. Oilangga ko'nikish uchun muhabbatingni unutib eringga o'zingni topshirding. Endi o'tmishni unutib kelajaging sari yurgin. Kuchli bo'lgin, Marjona. Vaqt aka, ko'z yoshlarimni artdim-da, vaqtga jiddiy nigohlar bilan qaradim. Endi kech, juda kech. Men endi sizga munosib emasman. Dersiz, buni menga qizig'i yo'q. Siz qabul qilsangiz ham oilangiz qabul qilmaydi. Men hammasini, o'tmishni unutmoqchiman. Oilamga ham ko'nikib qoldim. Alloh bergan tuhfa 3 o'g'lim bor endi. Taqdirimdan roziman. Bilaman, siz aqlli, tushungan insonsiz. Meni qadrlasangiz, meni tinch yashashimni istasangiz, menga baxt tilang. Men ham sizga baxt tilayman. Siz eng yaxshisiga munosibsiz. Baxtli bo'ling. Gaplarimni aytdim-u, jim meni tinglayotgan vaqtdan uzoqlashdim. Bu gaplar meni qalbimni, vaqtni qalbini parchalasa ham aytdim-u, ketdim. Eng to'g'ri yo'l shu edi. Vaqt va Marjonani birga turishganini suratga olishgandi. Suratga olgan yigit 1 oydan beri Marjonani kuzatardi. Ertalabdan qaynonamning ovozi baland chiqayotganini eshitdim-u, yuragim shuv etdi. Bir noxushlikni sezib, xonamdan chiqdim. Qanday kunlarga qoldiga? Aytgandim bu qizda bir gap bor deya. Mana isbot, sevgani bor ekan. Bizni uyimizga ham boyligimiz uchun kirgan va ega chiqib, o'sha sevgani bilan qochib ketmoqchi bo'lgan. Qaynonam gapirardi-yu, stol ustida sochilib yotgan suratlarga ishora qilardi. Suratlarga yaxshilab e'tibor qilib qarasam, vaqt va men. Bu kechagi uchrashuvimiz-ku. Hatto vaqtni quchoqlaganim ham olingan suratga. Bo'lishi mumkin emas. Bu suratlarni kim oldi va yubordi? Meni dushmanim kim? O'tmishimni unutib, endi oilamga ko'nikaman deganda, bu nimasi endi? Mana topgan keliningizni ahvoli. Jim bo'l.
Buni Habibni o'zi hal qiladi. O'g'lim, Narimon aka ko'zi suratlarda qotgan Habibga qaradi. Nima qilsang ham seni qaroringni qo'llab-quvvatlayman. Habib bir zum gapirmadi va menga qaradi. Men bilan yur deya suratlarni oldi-yu xonamiz tomon ketdi. Buni qanday izohlaysan? Bu kim, Marjona? Habib xonaga kirishimiz bilan shunday dedi-da, suratlarni yotoq ustiga otdi. Suratlar sochilib ketdi. Noma'lum kimsadan kelgan, ammo seni kuzatib yurgan ekan. Bu suratlar internetga tarqalib ketsa-chi, Marjona? Oilamizni obro'siga to'g'ri kelmaydi. Bilasanmi shuni? Nega jimsan? Gapir. Kim bu? Birorta qarindoshingmi? Yoki rostdan sevgan yigitingmi? Gaplarimni bo'lmay tinglasangiz aytaman. Bor gapni aytish vaqti keldi. Xo'p, eshitaman. Habibni asabiylashib, jahli chiqayotgani musht bo'lib tugilgan qo'llaridan ma'lum edi. Bu yigit rostdan sevganim. Sizga turmushga chiqmasimdan oldin biz ahd paymon qilgandik. Ammo akam meni majburlab turmushga berdi va men sevganimdan voz kechib sizga tegdim. Asta-asta ko'nika boshladim. Ko'nikdim ham. Oilamiz mustahkamlanishi uchun sizga o'zimni topshirdim. Haqiqiy oilaga aylandik. Men uni unutgandim. Taqdirga tan bergandim. Lekin kecha u meni izlab kelibdi o'qishimga. Unga endi men oilaliman. Meni baxtli bo'lishimni xohlasangiz, meni tinch qo'ying dedim. Men oilamni tanladim. Bu suratlarni kim, qachon, nima maqsadda olganini bilmayman ham. Tugadimi gaping? Jim bo'lib qolganimga Habib shunaqa dedi. Ha dedim bosh silkib. Sezmaysan-da, bilmaysan. Quchoqlashib, vidolashganingdan keyin. Yoki bu sog'inch hissini bosish uchunmidi? Yo'q, bu tasodifan bo'ldi. Marjona, eng boshidan sevganim bor deganingda men senga uylanmasdim. Aytdima bu qiz osonlikcha menga tegyapti. Nimadir bor derdim-u, ko'zlaringdagi beg'uborlikni ko'rib, shubham yo'qolgandek bo'lgandi. Men seni majburlamayman deganman. Menga aytganingda o'zim senga yordam berardim-ku. Qanday aytardim? Qanday? Agar sizga tegmaganimda akam onamni gap bilan ezardi. Buni xohlamasdim. Sizga aytishga kelsak, akam aytsang o'zingga, onamga yomon bo'ladi dedi. Sizni o'sha paytda bilmasdim, tanimasdim. Qanday aytardim? Men taqdirimga ko'nib sizga tegdim. Taqdirga ko'ngan insonni holatimi shu? Habib vaqt ikkimiz bir-birimizni quchib turgan suratni ko'z oldimga olib keldi. Muhimi, men oilamni tanlaganim. Ortiq qarshimdan chiqmaydi vaqt. Vaqt emish. Suratni otib yubordi Habib. Men sizni, o'g'illarimizni tanladim dedim va men sizga hech qachon xiyonat qilmayman. Meni ham tushuning, jahl qilavermasdan. Tushunishmi? Seni tushunib bo'ldim. Ket bu uydan. Nima? Hozir ham kechmasdir. Sevganing bilan baxtli bo'lishingga imkon bermoqchiman. Shuncha ortingdan yurgan ekan sendan voz kechmay. Demak, turmushdan ajrashgan ayol bo'lsang ham seni tan olaveradi. Men oilamni tanladim dedim. Kerakmas tanlashing. Marjona, seni qo'yib yuborayotganimda ketgin. Ket. Jahl ustida keldingiz bu qarorga. Ket dedim. Ket. Ortiq chidolmayman. Ortiq bardoshim yetmaydi. Habibga bir so'z demay xonadan tez yurgancha chiqib ketdim. Vaqtga ertalabdan xabar kelganda, noma'lum raqamdan bugun sevgilingni haydashadi degan. Vohid kechagi uchrashuvdan keyin tuni bilan o'ylab chiqib, Marjonani tinch qo'yishga, baxt tilashga qaror qilgandi. Bu og'riqli bo'lsa ham Marjonaga baxt tilamoqchi edi. Ammo kelgan xabarni o'qib xavotirga tushdi va Habiblarning mahallasiga keldi. Hech kimga bir so'z demasdan kelinlik uyimdan chiqib ketdim. Xayolim parishon. Ketarkanman, yuzimga ko'z yoshlarim dumalardi. Piyoda yurib ketyapman.
Qayerga ketayotganimni anglolmay ketayotgandim. Qarshimdan Vohid chiqdi. Marjona, yaxshimisan? Nima bo'ldi? Ering bilan tortishdingmi? Nima bo'ldi? Gapirsang-chi. Habib xonada o'tirar ekan, biroz o'tib oshirib yuborganini angladi. U beg'ubor. U menga xiyonat qilmaydi. Yosh boshiga oilali, 3 farzandli erkakka sevgisidan voz kechib tegdi. Endi men unga ishonmay haydaymanmi? Yo'q, bunday qilmayman. Habib tez joyidan turdi-da, xonadan chiqdi. Marjonani topdi ham, lekin u Vohid bilan turardi. Habib ularni ko'rib, mashinadan tushmasdan jim tikilib qoldi. Demak, meni yoqtirib qololmaysan baribir. Sen uni tanlabsan. Habib mashinasida kuzatib o'tirar ekan, Vohid Marjonani qo'lidan tutgancha mashinasiga olib borib o'tirg'izdi. Habib, yana senga nima kerak? O'z ko'zlaring bilan ko'rding hammasini. Habib ko'rib turgan manzarasiga ishongisi kelmasdi. Marjona, gapirsang-chi. Hozirmas. Hozir so'ramang, iltimos. Meni uyimga olib borib qo'ying. Mayli, yura qol. O'zimni yomon his qilayotgan edim. Vohid buni sezib, qo'limdan tutib mashinasiga o'tirishimga yordamlashdi. Yo'lda ketarkanmiz, ko'nglim behuzur bo'lib, qayd qilgim keldi. Vohid aka, mashinani to'xtating. Ko'nglim ayniyapti. Vohid mashinani to'xtatishi bilan tushdim, shoshib, va yo'l chekkasiga ichimdagi borini to'kdim hisob. Marjona, qayd qilib, joyimdan turaman degandim, boshim aylandi. Yiqilay deganimda ortimda turgan Vohid tutib qoldi. Nozimani bog'chaga tashlab, o'zim ham yangi topgan ishimda qolaman oyi. Noila qizini kiyintirib, oshxonada xayol surib o'tirgan Salomat opaga shunaqa dedi. Mayli deb qo'ya qoldi o'ychan ayol. Noila ichidagilarni to'kib sochgandan buyon Salomat opa kam gap, o'ychan bo'lib qolgandi. Noila buni gaplarim ta'siri deya o'yladi va o'ziga ish izlab topdi. Bozorga chiqaverish joniga tekkandi. Salomat opa ham chiqmay qo'ygandi bozorga. Endi o'zim xohlagandek yashayman, ishlayman, pul topaman, o'qishga ham tayyorlanaman. Yaqinda bitta bo'lam ikkita bo'ladi. Ularni kam ko'zsiz katta qilishim uchun ham harakat qilaman. Noila shularni o'ylar ekan ko'chaga chiqdi. Ko'chaga chiqishi bilan uylarini ro'parasidagi uy o'rindig'ida Habibni o'ychan o'tirganini ko'rdi. Vohid shifoxona zalida u yoqdan bu yoqqa yurar ekan, toqatsizlanardi. Nima bo'ldi? Nega hushdan ketdi Marjona? Eri unga nima qildiki, qiz bechorani ahvoli yomon edi. Undan voz kechib, baxt tilayman degandim. Lekin mana hozir uni yonidaman. Marjona Zohidovani yaqini sizmi? Hamshira qiz Vohidning yoniga keldi. Ha, men, o'zi yaxshimi? Nima qilibdi? Ha, yaxshi. Tekshiruvlar ijobiy. Marjonaxon homilador. Hali o'ziga kelmadi. Biroz turib uyg'onadi. Siz ungacha mana shu dori-darmonlarni olib kelarkansiz. Shifokorimiz yozib berdilar. Noila Habibni ko'rib indamay keta olmadi. Unga aytgan yolg'onlari, Alini yo'ldan ozdirmoqchi bo'lgani sabab Noilani vijdoni qiynalardi. Habib o'tir demasa ham qizi bilan uning yoniga o'tirdi Noila. Yaxshimisiz? Habib indamay bosh silkidi. Anchadan beri bir gap aytaman deyman-u, ayta olmayman. Noila, hozir kayfiyatim yaxshi emas. Agar yana eski qiliqlaringni boshlamoqchi bo'lsang, seni xafa qilib qo'yishim mumkin. Yo'q, boshqa. Sizdan uzr so'ramoqchiman. To'g'risi, pushaymonman. Chin ko'ngildan uzr so'rayman. Habib, asl Noila qandayligini bilmaysizda. Shu paytgacha onasini qo'lida qo'g'irchoq bo'lgan qizni ko'rgansiz. Balki onamni ayblashim ham noo'rindir. O'zim onamni gapiga kirmasam bo'lardi-ku. Gapiga kirmay onamni bu yo'ldan qaytarishga urinsam ham bo'lardi. Lekin ona-da. Men onamni gapini ikki qila olmayman. Anglab yetdim. Astoydil tavba qilyapman. Bu qilganlarim farzandlarimga ziyon yetkazishini xohlamayman.
Qaytib bu yo'ldan yurmaslikka ahd qilgan bo'lsang, men seni kechiraman Noila. Hech qachon kirmayman unaqa yo'llarga. Siz kechirdim dedingiz, men yengil tortdim. Vujudimda jonimning bir parchasi paydo bo'libdi. Qornimga qo'limni qo'yar ekanman, onalik hissi qanday bo'lishini hali ham anglab yetmagandim. Balki 9 oy vujudimda olib yurib, dunyoga keltirsam, his qilarman. Oyimlarga yangilikni ham, o'sha rasmlarni ham aytmadim. Ayta olmadim. Shunchaki sizlarni sog'indim, ko'rgani keldim. Biroz tobim yo'q deya oldim xolos. Dori ukollar ta'sirimi bilmayman. Charchoq his qilib ko'zlarim yumila boshladi. Oyim atrofimda parvona ekanini his qilib uxlab qolibman. Shu qizingizni rosa erkalatib yubordingiz. Kechgacha uxladi. Uyiga ketsin. Bo'ldi, shuncha mehmon bo'lgani. Ko'rmayapsanmi? Tobi yo'q. Buguncha qola qolsin. Muhsin akam asabiy gapirardi. Oyim esa doimgidek bosiqlik bilan tushuntirishga urinardi. Kech ham bo'libdi. Telefonimni izlab topdim-da, soatga qaradim va biroz turib darvozamiz taqillaganini eshitdim. Kim kelgan ekan? Yuragim bezovtalana boshladi. Nima bo'lsa ham tinchlik bo'lsin. Bu holatimda biror noxushlikni ko'tara olmayman deya o'yladim. Hovlida ovozlar eshitildi. Tinglab, kimligini taxmin qila olmadim. 10 daqiqa o'tib, xonam eshigi ochildi. Tanish atir hidi. Nahotki Habib keldi. Devorga qarab yotardim. Ko'zlarimni yumib oldim. Qaramadim, qaray olmadim. U yonimga kelib o'tirganini his qildim. 7-qism tugadi. Davomi bor. Hikoya haqidagi fikrlaringizni kommentariyada yozib o'tib keting. Fikringiz biz uchun muhim. Siz aktiv bo'lib, like bossangiz, fikr bildirsangiz, hikoya davomi tezroq chiqadi. Bizga obuna bo'lishni ham unutmang.